Salomlar, assalomu alaykum. Qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun bozorga kelsam bir gap eshitib qoldim. Jigullar bozorida jigullar ko'payib ketgan ekan. Haligi 30 yillik qaror atmen bo'ldi deb akam shunaqa dedi. O'shaning uchun Jiguli bozorida bugun mashinalar, jigullar ko'payib ketdi. Qo'limdan kelgancha egalari xohlaganlarini telefon nomerlarini qoldirib, narx-navolar bilan tanishtirib ketaman. Menimcha narx-navolarni oshirib olmagan degan umiddaman. Diqqat bilan ko'rib, Jiguli so'rab yurgan tanishlaringizga, Jigulisini muddat o'tib qolyapti, sotib yuboraman deb turgan tanishlaringizni jo'natib qo'yasiz bu videorolikda. Albatta, bittadan like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Reklama xizmatimiz tepa tomondagi bu nomerlar ishlab turibdi har doim. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Telegramdan, WhatsAppdan video rasmini tashlab bersalar, chiroyli reklama qilib beramiz. Ko'pchilik foydalanyapti. Shular qatorida siz ham foydalanishingiz mumkin. Bozorga olib kelib, kun issig'ida, umringizni, vaqtingizni o'tkazolmaysiz. Uydan turib, bozorga kelmasdan uydan turib texnikalarni sotish imkoniyatlari bor o'rtoqlar. Diqqat bilan ko'rib, bittadan like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yaverasizlar o'rtoqlar. Aka, yili necha ekan buni? Pulichi? 10 million so'm. 86-yil 10 million so'm. Hali qarorni eshitdingizmi? Rostdan aytmen bo'ptimi? Jiguli mana yuribsiz, atela vaqt kelib qolmadi, bozorga aytib sotib olmayapsiz axir? Yo'q, men bexabarman. Ha, siz bexabar. Bexabar bozorga olib keldingiz. Metani bor aka? Bor. Nechtalik? 80 talik temir metanlari bor ekan. Endi kraskalarni so'ramay qo'yray, ko'rib turibman ha. Mana shu holatiga 10 million so'm. Endi menimcha bitta 10 millionga bitta buzoq ham bermayapti o'rtoqlar. Akamiz qish kunda issiq, yozgi kunda salqin yuradigan mashina beryapti. 6 motormi yo 3 motormi? 6. Charchamayapsizmi? 6 motor. Xarajati yo'qmi aka buni? Yo'q, motor, mos, korobka, zadniy hammasi yaxshi. Mos, korobka zo'r. Asosiysi metanga yuradi. Ha, yuradi. Asosiysi benzinga ham yuraveradi. 10 million so'm kelishiladigan joyi bormi? Bakida benzin ham bor. Bakida benzin ham bor. Malades. Sunnatga o'tib beriladi. Balon holatlari zo'r. Menimcha barcha shikolat narxi aytdi o'rtoqlar, yomon emas. Telefon nomeringiz? Telefon nomer 94lik 726 726 3800 nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Gen chiqaveradimi aka? O'zimiz nomimizda. O'ziz nomingizda generalni chiqaveradi. Sraz notariusga borib Sraz beramiz, aytganim. notariusga borib generalni qilib beraman deyapti. Dokument muammo bo'lmaydi ekan. Rahmat aka, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Xo'p. Bu yili necha ekan polvon? 2000. Pulichi? 2000. 1000 kami bor ekan. Aka, buni yili necha ekan? 85. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Pulichi? 15 million oz kam. Yo'q, 15 million. Men o'sha bag'da mana uni qarang, buni saskanasi. 12 million kam bor. 12 million. Kami bor. Kelishilgan joyi bor. Ha, kelishdi. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 052 052 56 nomerlarga aloqaga chiqa olasizlar. Zadniy korobkalari qanaqa aka buni? Zadniy korobkalar. Radiator yurdirish kerak. Lekin yurib turgan mashina. Motor qilib qo'ygansiz. Metan bor. Metan bor. 80 talik. Ochinchi metan dalaga minsa, bu mashina dalani mashinasi bo'lib qoldi aka. Bak bor. Benzinga ham yuradi, gazga. Benzinga ham, gazga ham yuradi. 12 million generalni chiqaveradi. Egasiga yuzlashtirib qo'yamiz. Ha, egasiga yuzlashtirib qo'yasiz, generalni chiqaveradi. Mashinasi. Shaharda mashinasi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. O'rtoqlar, menimcha yomon narx aytmadi shekilli, endi o'zaro kelishib sotib olarsiz. Aka, yil necha ekan buni? 89. Pulichi? Qancha? 15 million kami bor. Menimcha yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshi narx aytdi, yomon narx emas o'rtoqlar. Akamiz, Nargi akamiz bizni cho'chitib mana shu holati, lelyonlari bor, sitana chexollari bor, metani bor. Balon holatlari ham yomon emas ekan, ha? Balon holatlari ham yomon emas ekan. Mashina tiniq mashina ekan o'rtoqlar, olib turib, maza qilib, mana yursangiz bo'laveradi. Endi kraskalari absujit bo'lganda polni absujit bo'lgan ekan, mashina mana shu holati. Generalni chiqaveradi aka. Ha, chiqar egasi bilan nasab. 10 million, 12 million avval bitib ketadi. Ha, xudo xohlasa. Bitib ketar ekan. Generalni chiqaverar ekan, mashinani kamchiliklari yo'q deyapti. Zadniy korobkalari jema. Telefon nomeringiz?
90'lik. 90'lik kodi bilan 642 642 28 58 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Generalni chiqaveradi. Dokument tomonlama muammo bo'lmasa ekan, mashina mana shu holatda. Rahmat, bozoringiz bersin aka. Tog'a bu 7 necha ekan yili? Yili necha ekan? Ha. Sizlarga emasmi? Egasi yo'q ekan o'rtoqlar, lekin ichlarida o'tirib ma'lumotni ham aytish xohlamaydi odamlar, hayronman. Tog'a buni yili necha ekan? 90, yili 90 ekan. 90-yil ekan. Mashina yaxshi. Endi pulida qo'rqitib yormasa bo'ldi tog'amiz. Yil puli necha pul ekan tog'a buni? Puli 8 million. Ana. O'tib ham berasiz. Moskirovka hamma yozuv. Motor, zadnimoz, korobka zo'r. 6 million kami bor. 8 million kami bor. Ko'ngil ketdi oltiga beraverar ekansiz-da. Kelishaveramiz deyapti. Yosh, balon holatlari yaxshi. Dehqonchilikka hozir sezonda maza qilib olib turib ishlasa, juda qo'zi-qo'chqardi puli ekanda, ha, tog'a? Ha, qo'zi beradi xolos. Juda qo'zi-qo'chqardi puli o'rtoqlar. Ha, menimcha. Metan bitta ko'rsataylik o'sha metanni. O'zingda hisoblab qarasak, metan bilan narxi bir xil ekan. Hozir metanni pulga sotyapsiz ekanda, ha? 13-yil 2028 gacha, 2029 gacha. 2029 gacha so'rovga bor ekan o'rtoqlar, yomon emas. Zo'r shikolat narxi tog'amiz. Telefon nomeringiz 99lik 299 6800 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib bemalol sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Generalni beraverasiz. Ha, 2 martalabda. 2 marta o'rtoqlar. 2 marta 3 yildan 6 yilga generalni beraverar ekan. O'zi 6 yilda xudo poshta nima bo'ladi. Rahmat tog'a, charchamang. Aka buni yili necha ekan? 83 pulichi? 11 million kami bor, 83-yil 11 million. Menimcha zo'r narx. Telefon nomeri qoldiramizmi? 97lik 830 40 30. Zadnimoz, korobka, motor hadovaylari qanday? Dvigatel, motor raqamsiz. Xohlagan motorni qo'yib yuraveradi. Malades. Hozir qaysi motor turibdi? 6 motor turibdimi? 6 motor turibdi. 6 korobka, 6 mos. Metan bor. Benzinga metanga yuradi. Malades. Bu o'zi Jiguli maskushlar ham O'zbekistondagisiga havo-havoga moslashib qoldi. Qishiga benzinga, yoziga metanga yurib, zapaska asosiysi bor o'rtoqlar, zapaska balon. Metan bor. Menimcha 13 million kami bor. O'zlariga aloqaga chiqsalar, Xudo xolasa, bundan ham arzonroq qilib bersa kerak. Rahmat, bozoringiz bersin, charchamang. Menimcha bugun bozor juda zo'r o'rtoqlar, narxlar zo'r bo'lyapti, yomon emas. 02 yili necha ekan aka buni? 84 pulichi? 84 16 million deyilyapti ekan. Balon holatlari yaxshi ekan. Zadnimoz korobkalari qanday? Ovoz yo'q, zo'r ekan. Zadnimoz korobkalar ovoz yo'q. Hamma joyi soz deyapti. Bagajga ruxsati bormi texpasportda yo bagaj yo'qmi? Bagaj bor. Bagajda ruxsati bor. Endi kraskasi bor-da, baribir. Kraskasi yo'q deb bo'lmaydi. 81-yil odamlar o'lib ketyapti-ku. O'rtoqlar, pulini 16 million kami bor-a? 10 million ham bitib ketadimi aka? Naq sanaganga? Bitmaydi. Telefon nomeringiz? 88lik 250 1100 nomerlarga aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. Generalni chiqaveradi. Generalni chiqaveradi o'rtoqlar, tez aloqaga chiqib kelishib sotib olaverasizlar. 02 deganlar ham ko'p edi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Akamiz dam olyapti. Aka buni yili necha ekan? 86 pulichi? 10 million kami bor. 86, 10 million kami bor o'rtoqlar. Menimcha yomon narx emas. Telefon nomerini aytib ketamizmi? Ayting. 88lik kodi bilan 553 26 28 nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Rolni anjag'ana qo'yib qo'yibdi o'rtoqlar. Zadnimoz korobkalari yaxshimi aka? Zadnimoz korobkalari zo'r ekan, salon holatlari, balon holatlari. Endi minib sezonda ishlasa bo'laveradi. Zapaska balonlari bor, damkalarlari bor, bagajlari bor. Dehqon odamga ishlatsa maza qilib ishlatadigan mashina ekan. 6 motormi aka bu?
Rahmat aka, bozoringiz bersin, charchamang. Xo'sh. Yili necha ekan bu? Sizlardan 88. Pulichi? Aytmadim pulini? 1200 ketdilar. 1200 aytgan ekan, to'g'ri. YouTube'da Zohirdan Uz kanali. Xo'sh, yili necha ekan buni? 2008. Pulichi? 1850 deyapsiz. Bitta ochinchi injektormi bu? Bo'ldi. O'tiring, qimirlamang. Ochilmadi. Tortib olgan? Qimirlama otaman deydi. Injektor ekan, ha? Yo'q. Injektor aka. Xo'sh. Xarajat qanaqa? Xarajati rasxod yo'q, mening gazimni qo'yib. Gazni qo'yib, minsa bo'ldi. Sizga pulni sanasa bo'ldi. Berib. Necha pul sanash kerak? 1850 dagi. 50 ni nima qilasiz? 1800 bering. O'tib bering ozgina. Balonlar yaxshi ekan, diskalar qo'yib qo'yilgan, saka diskalar o'rtoqlar. 4 ta balon yaxshi ekan. Monitorlari bor. Bu motorga raza mehr berib chiqdi motorga. Malades. O'rtoqlar bir to'q yo'qgan joyi bir chang joyi yo'q. Kecha yuvib chiqmadingizmi axir? Ya doim shunaqa yuradimi? Doim shunaqa yuradi, yuradi to'g'ri. Malades. Mana shunaqa odamlarga bittadan like bosib qo'yinglar. Aka, mana shu bitta Instagramga video qolaman, yo bekitmay turing. Pullar bor. Bitta Instagramga olamiz, turib tursin. Bekitmay turing. Oho, sidinalarni qarang. Mavzudan chetlashib qoladi. Bu sportli rollar qo'yib qo'yilgan ekanda. Monitorlar qo'yilgan ekan. Yoshlar neydan qilib qo'yilgan ekanda bu? Ruli yengil, desani ruli moslangan. O, erdirka qilinganmi? Assalomu alaykum kam. Rola? Buni ichida shumkami bu? Metanlari bor. 80 talik metan. Mashina benzinga yuradi. Zapaska balon bor zato. Balon ketadi, diska ketmaydi-yu. Xo'sh, pulini 1800 ha? 1800 kami bor. O'rtoqlar, olib turib, bu shumka qanaqa? Yep, davlada. Qoni shumkami? Qilinmagan olib. Mana bu shumka ekan, eshiklari. Ular yo'q. 4 eshik bo'lgan ekan-da. 4 eshik bagajda shumka bo'lgan ekan. Xudo xolasa puliga arzigulik. Bitta ustangiz olib kelib ko'rsatib tekshirib olaverasiz. Generalni chiqaradimi? Generalni chiqarar ekan, hech qanaqa muammo bo'lmas ekan o'rtoqlar. Tezda aloqaga chiqib, kelishib sotib olishingiz mumkin. Telefon nomeri. Buni ko'rib turib, malla bilmayman. Telefon nomeringiz. 99lik 99lik 164 09 39 39 nomerlarga aloqaga chiqib, kelishib sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Generalni chiqaveradi. turadi. Moshina Marg'ilonda turadi. Bitta lokatsiya tashlab berasiz, borib ko'rib tekshirib olishlari mumkin. Bu nechi? 04 ba? 91-yil. Pullari bor. Original kalon. Balonlari yaxshi holatda ekan. Injektormi bu ham? Injektormi bu ham? Yo'q, bu Bu karburator ekan, ha? 0307 motordan. 0307 motor deyilyapti. Mashinaning holati mana shu holati motorlari. Salon holatlari, sidinani udarlari qo'yib qo'yibdi. Bu o'zimiz zavodskiy sidinasi-da, katta bo'ladi. Bunga ruxsati bormi? Bagajga dokumenti bor. Bagajga ruxsati bor, dokumenti bor. Metan kolonkalar qo'yilgan. Shu bagajdan ekonom qilingan ekan-da, ha? Xo'sh, menga ko'rinmayapti o'rtoqlar, enkay olmadim. Sizlarga bemalol ko'ringan, yugurib olishingiz mumkin. Endi kraskasini so'rab qo'yaveray endi baribir. Qo'l artist bo'lganda, endi kaltak-paltak yegandir evinglar, ha? Telefon nomeringiz. Kelib ko'rishaveradi. 99lik 99lik kodi bilan 164 164 09 09 39 nomerlarga aloqaga chiqib, kelishib sotib olishingiz mumkin bo'ladi o'rtoqlar. Narxini aytmadiku buni. narxini Dollardanmi, so'mda ayting. 15 million so'mdan 15 million so'mdan o'tib beramiz deyilyapti. Aloqaga chiqib, kelishib, bemalol sotib olishlari mumkin bo'ladi. Kanalga like bosib, 04 so'rab yurganlar jo'natib qo'yinglar. Rahmat, bozoringiz bersin, charchamang. Xo'sh, o'rtoqlar. Aka, bu 06 yil necha ekan? 91. Pulichi? 8 million. 8 million, 91. 18 millionmi? Ha. Men 8 million deb eshitibman. Telefon nomeringizni aytasizmi? Telefon nomerini qoldirmas ekan. Ma'lumot o'rnida 18 million so'm deyapti. Aka, buni yili necha ekan? 83. Pulichi? 1300 kami bor. Telefon nomerini aytamizmi? Ayting. 90lik kodi bilan 751 37 31 nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mashinaning mana shu holati. Kraskalari bordir baribir, absujit bo'lgan-a.
Afsus bo'lgan endi kraskalari bog'lar ham qachon nechinchi qo'l bo'lsa bilmayman. O'shaning uchun ko'rib, tekshirib, kelib sotib olishlari mumkin bo'ladi. Rolda injig'ini olib qo'yibsa, generalni chiqaradimi? Generalni chiqaradi. Metanlari bor. O'shani mana shu holat o'rtoqlar. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqib, kelishib sotib olishlari mumkin bo'ladi. Menimcha yomon emas. Narxini ham chiroyli narx aytdi. Aka, buni variantlari yo'q-a? Faqat naqdga beramizmi? Faqat naqdga. Telefon nomerni aytdik-ku. Arzonroq qilib beramiz, naqdga deyapti. Naqdga arzonroq necha pul qilib berasiz? 1000 ga ishtir sanaganga ketdi. $1000 sanaganga ketdi deyapti o'rtoqlar. Tezda aloqaga chiqib, kelishib sotib olishlari mumkin bo'ladi. Menimcha bugunga yetarli videorolik qildik. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Videodan like bosib, Jigul so'ragan tanishlaringizga bu videorolikni jo'natib qo'yasiz. Keyingi videoroliklarimizni ko'rishguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Xudo xolasa manfaatli, foydali videorolik bo'ldi degan umiddaman.